电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季我军丝绸之路之声的第2环节对决。我是主持人玉米提瓦尔。Salam, ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundaqla qimmatli tomoshabinlar. Növbətdə huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish chekti shirkati birlikda uyushtirgan Şinjan Wojon So'l chekti shirkati tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qarar Wojon Yipak yo'li sadosining 2-bosqichi bayga. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Aziz ko'rmanlar, unda qo'sa oldi bilan ustozlik o'rnida o'tirgan shundaqla hammamizning hurmatiga sazovar ustozlarimiz bilan tanishib o'tsak. 2-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi. Xushbiroq attirgulimiz hamda shundaqla zamonaviy kuychi Adila Sidiq ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining talantli naqshchisi, ataqli aktyor Po'lat Tursun ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan san'at yurti muqam ansamblining yosh talantli naqshchisi, 2-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining chempioni, 6-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Komil Jalil ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. 1-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining rivoyat guruhining chempioni, shundaqla xush ovoz naqshchimiz, kuychimiz Zoirshoh Abdulmus ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Yosh talantli naqshchi, ijodiy kuychi, ijodiyatlar bilan nurg'ulg'an naqshchilarimizning naqshlarini betiyotgan bizning ijodiyatchimiz, kuychimiz G'ojimat Qurbon ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Şinjan Wojon So'l cheklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Şinjan Miros shirkati programmamizni alohida talab qildi. Şinjan Kamal So'l cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Şinjan Başparmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyat cheklik shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Şinjan Ramlidor xalqaro so'l cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Aziz ko'rmanlar, birinchi bosqichdagi shu musobaqamiz tugitib bo'lgandan keyin nurg'ulg'an mayirlarimiz ustozlarimizning moyilligi va qayligi bilan tanlandi. Oldi bilan sizlarga muborak bo'lsin hamda bu bosqichliq bayga musobaqamiz orqali hammanglarning texmo yuqori pallaga chiqishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Xo'sh aziz mehmonlar, men turayotgan bu joy bo'lsa 7-qarar Wojon Yipak yo'li sadosi programmasining 2-bosqichi bayga maydoni. Unda qo'sa bayga bosqichimiz aydlari qanday bo'lganini men sizlarga tushuntirib o'tsam. 5 ustozning har birining guruhida 5 guruh bo'ladi. 5 guruhda 2 nafar mayir tang bir-birisi bilan musobaqa qilishdi. Har bir ustozning o'zi mayil bo'lgan ham qoyil bo'lgan shogirdni qabul qilish huquqi bo'ldi. Ankin yana bir eskartadiganimiz, har bir ustozning faqat bir qitim bir guruhidan 2 nafar mayirni tang qabul qilish ham tang shallash huquqi bo'ldi. Xo'sh aziz ko'rmanlar, unda qo'sa birinchi bo'lib bayga maydoniga chiqadigani bo'lsa, Komil Jalil ustozning bosh barmoq guruhi. Komil ustoz unda qo'sa o'zinglarning guruhisining arzu yetakchisini bizga bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Va oldi bilan salom, hurmatli ustozlar. Hozir mana bayga bosqich boshlanish oldi turyapti. Men bu qatim arzu yetakchiligiga talantli yosh naqshchi, ijodiyatchi, yaxshi inim Murodil Absalomni arzu yetakchiligiga yana taklif qildim. Muborak bo'lsin, Murodil afandim. Unda qo'sa sizning bizga elib kelgan ko'ngil sog'ingiz bog'i deymi? Tang berlangan bo'lsa, sakna siz qoldi. Rayonimiz korxona sohasida oldin qatorda turadigan Şinjan Wojon So'l cheklik shirkati Wojon g'o'r tamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. O bek yaram tursan o tamak çıkıyaptı ben tamakta. Mana emasmi doğrusu? Wojonninki ma o o'rtamlik gazliq suvi. Wojonda. Ura mayli qashu. Wojo masune. O tempe içken kobudan. Mayli kavap yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Wojon o'rtamlik gazliq suvi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Wojonni deb qolasiz. Wojon o'rtamlik gazliq suvi.
Əslab qoyğun gər ketib qalsam Oylab qoyğun gər ketib qalsam Kipinek kebi Mürengi qonsam Suyup qoyğun meni keptide Kipinek kerbi Mürengi qonsam Suyup qoyğun meni keptide Yağmur kebi osmandan tükülsem Quyosh kebi dilimni eritsem Quyosh kebi dilimni eritsem Yağmur kebi osmandan tükülsem Quyosh kebi dilimni eritsem Quyosh kebi dilimni eritsem Turlar kebi pervaz qilsam Ko'zim yum meni keptida Turlar kebi pervaz qilsam Ko'zim yum meni keptida Söygenge suyumluk azizdur Ular qadirlanmasa qarzdur Ular qadirlanmasa qarzdur Söygenge suyumluk azizdur Ular qadirlanmasa qarzdur Ular qadirlanmasa qarzdur Kuylar bulup yangrısam gel Xiyalga çök meni keptida Kuylar bulup yangrısam gel Xiyalga çök meni keptida Əslab qoyğun gər ketib qalsam Oylab qoyğun gər ketib qalsam Rayonumuzda sarkardilik rol o'ynayotgan Miras şirketi mahirlarga omad tilaydi. Ya da sen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zerikte de men Mirasning latiyalarını Ya ama doyun veşi xoğu bu. Oy bu bek peyzi qara çoğun kichik ishga qolib chiqdi tetib baqa shundoq oqsa. Men Miras latiyani biz naqshi yetib zeriksam yeyapmiz hozir. Ma ochiqga ma ya. Pishgunlikka. Peyzi gapmi bu? Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz Miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Rahmat Muradil ustoz. Sizning mo shunday chiroyli naqshangizni angladik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa,
7. qarar Ojon Ipek Yolu Sadası programımızın 2. basqıçı beyge hazır resmi başlandı. Hoş Kamil Ustaz. Ondaq olsa birinci olub səhnimiz çıxadığını qaysı şagirdiniz buldu? Aldı bilan səni çıxışdan burun ikki qizga qilib olamiz. Ipek Yolu Sadası'nın qurilganligining 10 yillik munosabati bilan o'tkazilgan bu qatimqi Ojon Ipek Yolu Sadası'nınki 2. basqıçı, ya'ni beygi basqıçı hazır boshlanish oldida men qatorliq 5 ustozningki bugungi shu 10 yillik atalgan san'at kechiligiga barliq do'stlarni tomoshabinlarni taklif qilamiz. Barliq kasbdoshlarga mayirlarga omad tilaymiz. Birinchi ulab sahnaga chiqadigan mening kasbdosh birodarlarim bo'lsa İrfan Polat bilan Qaysar Kamil. Qani, marhamat. Yaxshimsizlar, Ipek Yolu Sadası'nın ko'rganlari. Men Şinjan Sanat Yurti Muqam san'at umumiyatining naqshchisi, shundaqla 7. qarar Ojon Ipek Yolu Sadası baş barmoq gruppasining yetakchi ustozi Kamil Jaloliddin hammalarga salom. Yerimda o'tirayotgan bu inim bo'lsa, talantli naqshchi, muzikant, ijodiyatchi, yaqinda ijodiyatchi bo'ladi-da bu. Muradil Absalam inem. Muradil Absalam inimni bu da men 7. qarar Ipek Yolu Sadası'da arzu yetakchilikka tanladim. Nima uchun Muradilni arzu yetakchilik tanladim deganda, bu o'zimni Ipek Yolu Sadası'ga 3. qarar qatnashgan mayir bo'libdi-da. Shundan keyin izchil mening yerimda bilan bilan hamkorlashib, tang tirishib, tang taraqqiy qilib, hozirga kelib, uning ustiga Ipek Yolu Sadası'ga nisbatan buning tushunchasi xili yaxshi bo'lganligi uchun men aldın qarar, 6. qarar Ipek Yolu Sadası'da başdan axir müzik akkordlashtirish, bolalarga naqsh bo'lash, barliq aqsabli kishilarni bu qilib, mening ancha-muncha tushunchasi chunqurlash deb o'ylaganligim uchun buni yesh kichik bo'lsa-mu, buning ishinib, bu vazifani topshirdik. Bu jarayonda bu jafo chekdan inem. Sen jafo chekding. Yaxshimsizlar, Ipek Yolu Sadası programımızın aziz ishtirokchilari. Men 7. qarar Ojon Ipek Yolu Sadası programımızınki Kamil Ustazning arzu yetakchisi Muradil Absalam. Bu qitim hamda Kamil akamning necha vaqtingizni meningmi o'zimning to'plagan tajribalarimga asosan bu büyük vazifani menga ishonch qilib topshirganda intayin xursand bo'ldim. Shu munosabatda Kamil aka senga ko'p rahmat aytaman. Hamda cho'qim sening arzuyingni, umidingni yaxshi aqlaymiz deb o'ylayman. Muradil shuninglarda xizmat tushib ketamiz. Bu qitim hamda programma gruppasininki o'rinlashtirish bilan 10 bola aldık. 10 boladan 2ni bir guruh qilib 5 guruhga bo'ldik. Yana biz bu qatimni oldin qarorga Ipek Yolu Sadası'daki tajribamizga asosan bu qatim ballama hamda o'zimizning uslubi bo'yicha milliy puroqliq naqshlarni hamda ommabop naqshlarni, davlat tillik naqshlarni, yana shundaqla klassik bo'lgan, burun aytilib, ustozlar aytgan, xalqimiz yaxshi ko'rib, unutilib vaqt sal uzrab ketgan, lekin klassik bo'lgan naqshlarni tanlab, yana shu an'anaviy yo'l bo'yicha ancha-muncha yangilik qilib, o'zgartirish qilib elib keldik. Menimcha bu qatim bizmi yana o'tgan qatimga o'xshash bash barmoq gruppasining bu 2. bosqichdagi bu kechilikni bir muvaffaqiyatli qilishga tirishamiz. Ishonchimiz bor. Hamda Irfan bilan Qaysarni bo'ldik. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi barcha ko'rganlar, 7. qarar Ipek Yolu Sadası Kamil Jaloliddin ustazning bash barmoq gruppasidan Irfan Polatni sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Men Qaysar Kamil bo'laman. Birinchi qitimliq ko'rinish qo'yilgandan keyin to'dagi inkaslarimiz intayin yaxshi bo'ldi. Hattoki shu do'st birodar tuqqanlarimizning bir yaxshi bir fikrini erishib oldik. Hammasi yoqtirgan bo'ldi. 2. qitimligida Qaysar ag'inimiz bilan bir guruhga bo'ldi. Bizning aytmoqchi bo'lgan naqshimiz Papi Shang Liu Geizi degan naqshimizni aytib chiqmoqchi bo'layapmiz. Kamil Jaloliddin ustoz bilan Muradil ustoz shunday yaxshi o'rgatdi. Sal ovozda charchashni hisob qilmaganda udarga diqqat qilaysiz. Udarga diqqat qilsangiz sog'lom bo'ldi ekan. Chiroyli qilyapti biroq yaxshi bo'libdi. Endi maydonga chiqmoqchi. Qaysar, sen mo g'ayrat qil, men g'ayrat qilay. Jayo.
你走，既然你说留不住你，回去的路有些黑暗，担心让你一个人走。我想是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁。如果这样说不出口，就把遗憾留在心中，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。从此以后我再没有快乐起来的理由，把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。我从此以后我再没有快乐起来，你也会想起我。既然你说留不住你，回去的路有些黑暗，可不可以你也会想起我？Erpan, Qaysar, köpten-köp rahmat, nayet huzurlandık. Hoş, şundaq bolsa, ustazlar, pikiriңlarni bir anglap bakkan bolsak. Polat ustaz. Tuncu bolup çıkankin belgilik derecede temtireştigen buludu normal işe. Erpan fikimiz zamanivilikka bizden yaxşırak kelganmiz, şunaqmi? Qaysar fikam benjunka şekilisi birisi-birisidan yaxshi kelib fikimiz. Tavsiya qilib qolsam, Erpan tavsiya qilma. Erpan. Rahmat ustaz. Xo'sh, Zoir Shoh ustaz. Oldi bilan naqshini bak payz etdinglar. Bugun Kamil ag'inamga madad tilayman. Rahmat adashim. Madad yor bo'lsin. Anandan keyin o'quvchilarga madad tilayman. Hozirgi maydonda mening tavsiya qiladiganim
Erpan. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, Adila ustoz. Aldı bilen Kamil Ustaz muş naqshini yaman chiroyli tanlabsizlar. Men bek yaxshi ko'ratdim bu naqshini. Uning ustiga Irfan o'zininki mush millicha puraxlarini ichiga singdirib, shundoq o'zgacha bir xil ta'm bilan aytib berdi naqshanlardan shunchalik huzurlandim. Ha, endi tavsiya qilishga to'g'ri kelsa, hamon birsini tavsiya qilamiz. Shuna. Amaliyotda ikkilisi chiq ajr qilibdi naqshiga. Yaxshi aytib berdi. Endi tanlashga to'g'ri kelsa, menimcha ovozi to'qroq chiqqan, puraxlarini ritmlarga to'g'ri agashgan, adil ba'lim saqlanmaydi. Irfonni tashabbus qilaman. Rahmat ustoz. Xo'sh, sizninkini bir anglab qo'yaylik, qo'ysiz ustoz. Aldı bilen mübarek olsun. Bugünkü şu ikinci baskışının, peki baskışının birinci meydanda muşkil eksiyatda. Adet adamlarda tentereş buludu. Bulan biz nakş etken vakta. Muşunda eksiyatta muşun nakşını hazırki nimanıldı orundudunla. Ben bunun acayip hoş olduğum işkilerini tebrikleymen. Anin kendin Kaysar aldığın birinci baskışta meygü degen nakşını acayip çıraylık etken. Şu çağlı da avazmış kallamda kaptıken, bana bek təsir qıptıken, bugünkü hem şundaq bugünkü ifadəsinin mən Kamil Kamğa Kaysar'ın tavsiye qılayım. Rahmat ustoz. Endi aldı bilen bizning arzu yetakchimizning tavsiyasini bir anglab baqaylik. Aldı bilen rahmat. İşkanlar birinci olab chiqib, nəhayət yaxşı icra qilib berdinglar. Mübarək olsun sizlarga. Bu ikkisini ham daka silish to'g'ri bo'lmaydi. İkkalasi o'xshash. Bir-birisiga bek yo'l qo'ydigan, bir-birisiga o'gindigan, mush guruhdagi bolalarning ichida eng tirishchan bolalar. Bugun azroq bir nuqson bo'lib qoldi endi Qaysarda. Lekin birinchi bo'lib chiqib, ya'ni yaxshi ijro qilganlik uchun men Qaysarga berayim. Xo'sh, hozir ustozlarning bilasani Irfanning 3, Qaysarning 2. Kamil ustoz, bu yük hem sizning zimingiz yüklendi. Sizning eng oxir tanlashingiz bizning gruppdagi eng shirmat yigitlar bu. Shu birinchi olib mushukni qaysanglar ustiga olib mangasizlar, sen mushuk maydasi ko'rib, biz chiqimiz aka beshida. Biz chiqib aytamiz dedi. Qaysar sen chiqib kelsan rozimi? Rozi aka. Irfan sen chiqib kelsan rozi aka. Ko'ngilingizda gaplar bu. Bugun birinchi olib chiqdinglar. Ikkalangizda mashq qaraganda nuqson bor ikkalangizda. Lekin bizning ko'nglimizda ikkalanglar qandaylik bizga ayon. Astoydilliklar, ikkalanglar kasbiy tarbiya ko'rgan bolalar. Oxirdagi musobaqa kayfiyatlarini ko'z tutib bir son cho'qim ep qolmasam bo'lmaydi. Kamil ustoz, sizning tanlashingiz? Kechiringlar birodarlar. Mening oxirgi tanlashim Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelyapatqan Kamal Sodiçəklik şirkəti Kamal kiyim-keçəkləri mahirlarga omad tiləydi. Adaş yaxşımı, yaxşı olma. Bek aldırıb menib qapsan qoy. Adaş baş keçdi bir məsləhətçi mat degen adaş. Bu nem kiyiş to'g'risa beshim qitib bardı adaş hazır. Unda olsa men sen o'zim yoqtirib kiyayotgan Kamalning kostyum bulkisini tavsiya qilay. Bo'ladimi adaş? Bo'ladi, bu nemish qilmaydi. Qara yarışib ketganni. Men kiyavog'ning shu ekanda? Shu. Qirlarini qara. Bo'ldi adaş. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice. Ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıktan, kadimim izcillikten yenip bakmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyumning Kamal tapıdığını işendim. Çünkü ben Kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Qaysar. İpek yolun sardasın, süygünün yok şidrasın, kuş havazla seydasın. Qaysar, sizga muborak olsun. Qanchib boramasangiz bo'ldi. Irfan. Hozirgi bu natija sizning bundan keyingi hayotingizning natijasi emas. Xo'sh, endi sizning bir yurak so'zlaringizni anglab boqaylik. Aldı bilan men birinchi bo'lib ota-onamga meni qo'llab-quvvatlagan do'st birodarlarimga, akalarimga bir rahmatimni bildirib olgan bo'lsam, onanikin hozir bu talashunda payzi bo'ldi. Kamil kam to'g'ri tanladi deb o'ylayman men.
bizga yana tek fursatlar bor. Biz yana bilmag'imiz bundan tushganimiz-chi. Qaysarga madad tilayman, bizning umidlarimizni bir yo'riq qisgan. Qag'an endi. Hammalarga rahmat. Sizga rahmat. Mardonligingizga ko'rsangmisin. Qanot.像我可以忍住悲伤，可不可以你也会想起我？从陌生到熟悉的距离，一直是个谜。喜欢一般聋巴哑的爱情，在我眼中的你的样子，五官、耳朵、眼睛，常梦见的森林里，四下无人，除了你。相信我的梦境简陋的讯息，习惯了用孤独的表情阻止别人靠近，却不怕被你发现我脆弱的心，渴望的心。我只要闭上眼睛想着你，就会出现两个人的森林，把体温交换成共同的情，世界很远，心很近。现我脆弱的心，渴望的心，我只要闭上眼睛想着你，就会出现两个人的森林，把体温交换成共同喜欢一般聋巴哑的爱情，在我眼中的你的样子，五官、耳朵、眼睛，常梦见的森林里，四下无人，除了你。史春辉是我的好闺蜜，你居然很美，我们好久没见，而且这首歌的画面感挺强的，我感觉艾莎公主在舞台上唱歌，我希望你的唱功
现在感觉比以前还要高了很多。谢谢你给我们带来一个柔美美好的一首歌。我是觉得，徐春辉呢是在我们自治区里面女歌手极少的情况下出来的一个特别棒的歌手。对，也是我的闺蜜啊。以后希望能经常合作。谢谢你，亲爱的，爱你。Süpetlik un mayları bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyatchalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ish ko'taribdi-ku. O'xshashgina nima Başparmakning yangoq ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir echib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunisini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başparmakning yangoqmi nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. İşkilimiz öyle yapıp öyle hoş kılıp etmeyelim mi? Anlamsın. Güzel arzu erkekке aylanganda hem kişi baş parmakını çıkarıdı. Erkekki kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshilada kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. İkinci olup meydana çıkıdığan mahirlerimiz Dilxumar Şavket bilen Merdan Mehmet. Merdan bilen Dilxumar Şavket. İkisini bir görüp kıldık. Dilxumar mı pişkan nakşıçı. Onun üstüge bu ipek olsa da aldın birinci karar katmışkan tecrübesi mol. Merdan üzü küçük bozma lekin bundan bir üzü has bir avaz muğen temba aldın kıtımı dostumuz Ekberiz Ban'ın nakşısını bek çıraylık ettim. Bizden görüp tallandı. Dostlar yaxşımsızlar, mən Kamil Celil Ustazның Başparmaq qrupsindən Dilxumar Şavket bolman. Yaxşımsızlar görürmənlər, mən Başparmaq qrupsindən Merdan Mehmet. Aldın qıtımqı sanda mening naqşam qoyulğandan keyin mayli öydekilerim bolsun, ətrafdakı dost birodarlarım hamısını aytı yaxşı gördü. Bu da qısanda Dilxumar Şavket bilan bizga Kechir ota-onam degan naqshni bo'ldi. Bu jarayonda ustozlar bizga to'liq astoydillik bilan muomala qilib, naqshimizning yaxshi bitib chiqishiga har taraflama yordamlarni ko'rsatdi. Agar kechirim so'ra desam, onamdan so'rayman. Qara sochimni qilganligim uchun. Agar kechirim so'ra desam, otamdan so'rayman. Tik qomatimni yoqilganligim uchun. Agar kechirim so'ra desam, otamdan so'rayman. Tik qomatimni yoqilgan yadek ikisanda yani. Tik qomatimni yoqilganligim uchun. Hissiyat beriş gerek. Ata-anamızın kechirim so'rayotgandan keyin bir resmi kulib turib so'raymiz, yig'lab turib so'raymiz. Ata-anamiz sizga chiqib biramidi? Şu an içki hissiyatı resmi yığılığıdek bulab etişimiz gerek bu nakşı. Meydana çıkışalı turvatımız Dilxumar siz mi gayret kılın, ben mi gayret kılay, meydanı görüşeyle. Kechirim so'ra desam, onamdan so'rayman. Qara sochimni oqilganligim uchun. Agar kechirim so'ra desam, otamdan so'rayman. Tik qomatimni yoqilganligim uchun. Gitek perzent biqib qulluq ko'rmadim. Kollek dünya debip huzur sürmedim. Bizler üçün barın etdin, enlik etmedin. Ne müşaqqat çeksen
ümidim Keçir ata Keçir anican Keçir ata Keçir anican Cinim ana zırılmel kışın kabır barayıca Çaşlarımız kulağımda çıraylık bir tarayıca Keçir dada zirlimen kışın kabır barayıca Seni men müşnem gibir apaş kılıp bakayıca Keçir ana hazırılmel kışın kabır barayıcı Sizler üçün dastxan silip çoğun öyde bir konayıcı Sen köygen tın balam dep men mu köydüm balam dep Çoğun bulduk dep gadiyip oğlun ketdi canan dep Aldıraş bu nemune turmuş degen şu diduk Diyelmiduk bir tenge ale ata ana de Eğer keçirim sonra desen anamdın soraymen Kara saçını akılganlığım için Eğer keçirim sonra desen atamdın soraymen Tik kanıtın yakılganlığın üçün Keçir ata Keçir anican Keçir ata Keçir anican Rahmat, To'xmar, Mardan. Nəhayət tulumu huzurlandıq. Xoş, şundaq olsa yana oxşashla. Bizning ustozlarimizning tavsiyasini bir anglab baqamasak. Oldi bilan Adila ustoz. Sizning tavsiyalaringiz? Kezdirimga liq yosh kelib ketdi. Naqshi shunda chiroyli naqshga uni ustiga pek chiroyli bir-birisi bilan shunchalik moslashib yaxshi aytibdi. Ammo bekrak Dilxumar yerib ketdi ya. Tavsiyalaringiz Dilxumar. Shunaqa. Barak olsun. Dilxumar, xoş. Bulat ustoz. Hozir Adila degandek teksti cho'nglarni eslatibdi menga. Sevinish ilkida anglab tugatdik bu naqshini. Men ham Dilxumarni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Xo'sh, unda bo'lsa. Vajib ustoz, sizning tavsiyalaringiz? Oldi bilan bu naqsh hammamizga tunishli bo'lgan naqsha. Cho'lpon adimizning ijodiyati, Cho'lpon adimiz bilan Kamiljon akam o'rindigan. Mana shu naqsh o'z navbatida ajoyib moda bo'lgan, chiroyli olqishlangan naqsha. Ishkanlarni tabriklayman. Abaysilim naqshida kechirim so'radinglar. Hozir men ishkanlarning birisidan cho'qim kechirim so'rashim kerak. Birsinglarni tavsiya qilaman. Ishkilisning ifodasi yaxshi. Shunga men Mardonni tavsiya qilaman. Barakasi Mardan. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa, Zoir Shoh ustoz. Abul naqshanglar rahmat, naqshini bek payz etdinglar. Bu naqshi o'zi aslida yaxshi naqsha, chiroyli naqsha. Kamil bilan Cho'lpon adimiz
Şuna yaxşı oralab çıqqan. Sizlar şuna yaxşı etdinglar. Bugün men şu meydandaki ikkilandan ki naq meydan ifodasiga asosan aslida bizniki rivoyat oilasiniki a'zosi bo'lgan singlimni tavsiya qilsam. Barak olsun. Arzu yetekçisi Muradil, sizning tavsiyalaringiz? Dilxumar peshidan jiq issiq sovuq o'tgan, necha qitim sani ko'rgan, pishqan bir naqshchi. Mardan o'qiyotdi texi. Hatta o'qishim bitmadi. Shunda turib lekin ko'rpa kirgandan keyin ilgirlash bek yaxshi. Bugun shunda xush bo'ldim Mardandan. Dilxumar ras yaxshi etdingiz, yaxshi ijro qildingiz. Men mush inimga madad berish, bundan keyingi ishlarning mushta davomli tirishib o'rganib menish uchun bugun Mardanga bilet tashlasam. Hozir bilet Dilxumar 3, Mardan 2. Kamil ustoz, sizning eng oxir tanlashingiz. Sırlam kürsülek endi. Azabını doğru düşünürüz. Aldı bilan rahmet şikkanlarga. Bunun naqshi asli bu naqsh emas. Başta tanlagan naqshimiz Nurin Sadam ikkimiz aytgan qalg'ash degan naqshi bilingan bu ikkisiga. Shuning bilan bu naqshni ma'lum sabab bilan almashtirish to'g'ri kelib qoldik. Biz 3-4 kun jarayonida bu ikkisi o'ginib mana mushunchalik holat keldi. Buningda mesela Mardanning muto'kpis cho'ng, Dilxumarning muto'kpis cho'ng. Mardan Abay Muradil degandek bu da o'quvchi, lekin bu nihoyat ilgirlash zo'r bo'ldi. Bu da mush 2 oy jarayonida eng bosol ko'gini Mardan bizning aramizda nurg'un narsa o'rgangan bo'ldi bu. Mana shu naqshini bugun nihoyat yaxshi aytding fikam sen. Dilxumar ham shu. Bu yerda amana shu birsimizni tanlab birsimizni shallash bo'lgan bir hal. Shallash emas bu hamda. Bu sendan vaqtliq arilib turishda hamda. Nima uchun desa, yana kaynidagi bu musobaqa xarakterini olgan bir o'yin programmamiz bo'lgandan keyin, yana kaynida naqshlarni aytishimiz kerak bo'ldi ekan. Ma'lum bir asarlarni urulash kerak bo'ldi ekan. Shunga vaqtliq sharoit tufaylidan bu yerda shu tanlash shallash bo'lib qoladi ekan. Ikkisini bir vaqt tanlab olsangiz bo'ldi. Lekin faqat birlik qism fursatingiz bor. Nima ish 5 qitim fursat bermaysizlar. Kamil ustoz, sizning eng oxir tanlashingiz? Mening oxirgi tanlashim Güzellikni söygüç xanım qızlarının eng oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Ramlidar markasidagi ishonchli kirim buyumlari orqali hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lgan Xinjiang Ramlidar xalqaro savdo cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtirandek yaxshi o'yin ishlatsa. Men yaqinda yaqin bu Ramlidar markasidagi bir yurish mahsulotlarni ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singdi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Güzellikte yükselish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men güzellik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidar. Mardan menga yenimdasan meniki. Biz uni va'da qilishib bo'ldik. Bu qatam sanini sen Dilxumarga o'tinib bersa. Muborak olsun. İpek yolu sardasın süygünün yok şehrası. Herkes mesleme. Baya Kamil ustoz degandek, siz yana o'xshashla Kamil ustozning gruppasining bir o'quvchisi ham Kamil ustozning shogirdi. Hamda sizning ko'ngil so'zingizni bir anglaymiz. Rahmat. Oldi bilan mushu meni qo'llab-quvvatlab mushu sahnaga chiqishga nurg'un jur'atlarni bergan odam bilan ruhtiqalarimga ko'pdan ko'p rahmatini bildiraman. Yani shundaqla. Men bu sahnaga vaqtincha aralgan bo'lsam, Muradil kam ustoz nurg'un bilimlarni berdi. Men davomli mushlarni keyinda bilib yurish uchun tirishima. Kamil kam nurg'un rag'batlarni menga berdi. Rahmat ustoz. Yani shundaqla shu bosh barmoq gruppasiga kirib 10 birodarlar bizning qizlar bo'lsin, o'g'illar bo'lsin, intayin inoq, umidliq. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.
barcha bizning guruhdagi o'quvchilarga omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Bundan keyingi yo'llaringizning texnik ochiq bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qani, ustozlarning oldiga bossangiz bo'ldi. Rahmat. Işın babır barayı Seni men müşnem gibir abaş kılıp bakar 5-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Ramlidar Xalqara Sodiçəklik şirkəti 3000 yuan qiymətiniki dutlar bilan mükafatlaydı. 4-cü dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Başbarmaq dehqonchilik məhsulotlarini echish cheklik məsuliyyət şirkəti 5000 yuan qiymətiniki gittar bilan mükafatlaydı. 3-cü dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Kamal Sodiçəklik şirkəti 10000 yuan qiymətiniki mikrofon bilan mükafatlaydı. 2-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Miras şirkəti 15000 yuan qiymətiniki elektronluq royal bilan mükafatlaydı. 1-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Hojun Sodiçəklik şirkəti 20000 yuan qiymətiniki elektronluq royal bilan mükafatlaydı. Yepek yolu sadası, söygünün yok çirası. Avazda seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çirası. Kuş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura Kitep kengri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç bir de nakşimiz tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz tümenligen çiçekke İpek yolu sadası, söygünün yok şigrası. Hoş avazla sen